Bize Tojikistondagi filialimiz, dilerimiz Jamoliddin do'konidamiz. Nimaga mana hamma yoq mana Leonardo deydi. Mana bu yerda ham Leonardo deydi. Mana bu yoqda ham Leonardo deydi. Hamma yoq mana bu yoqda ham Leonardo deydi. Bu yoqda mana Organic NP, bu yoqda BSL B, Organic F, Pseudobacterium hamma mahsulotlarimiz bor. Undan tashqari mana Leonardo deydi. Undan tashqari mana yana Leonardo deydi Jamoliddinning shogirdi. Mana shu bola Jamoliddin bo'ladi. Bizani Tojikistondagi, butun Tojikiston bo'ylab dilerimiz, hamkorimiz 1 yildan oshgan bo'lsa, shu bizani kurslarimizda o'qib, bizani programmalar bo'yicha, boshqa bo'yicha butun Tojikistondagi dehqonlarga juda katta yordami tegyapti, konsultatsiyalar beryapti va hozirgi kunda o'sha Tojikistondagi nomer 1 agronomlardan va yagona blogerlardan biri hisoblanadi. Tojikistonlik akalar, dehqon akalar, opa-singillar, birodarlar butun Tojikiston bo'ylab bemalol Jamoliddinga murojaat qilishingiz mumkin. Agar dilerstvani olmoqchi bo'lsanglar, Xo'jandda, Tursunzoda yoki boshqa shaharlarda, Dushanbe, bemalol dilerstvani Jamoliddin o'zi bilan gaplashsanglar bo'ladi. Imkon qadar Jamoliddindan olsanglar, o'sha sizlar O'zbekistondan olgan narxinglardek bir xil qilib beradi. Bundan tashqari ham shogirdimiz nima edi, bilmoqchi edim. Bir shunaqa esdan chiqib qoladi. Qisqasi do'koniga kelaverasizlar. Men telefon nomerlarini yozib qo'yaman, lokatsiyalarini tashab qo'yaman. Shundoq ham juda ham klienti ko'p, zo'rg'a ushlab oldim. Xuddi hali Sunnatullohning do'koniga o'xshab, buni ham ishqib amallab odamlarni haydab chiqib turinglar, shu videoni olib olaylik deb qildik. Kelaverasizlar, sizlarga chiroyli konsultatsiyalar va retseptlarni yozib beradi va u yog'iga ham agrosoprovождениyalarni Jamoliddin qilib beradi inshaalloh. Biz Tojikistondamiz. Assalomu alaykum.